Ishni fabrikadan boshlagan, Turkiyada moliyaviy qiyinchilikka uchragan boyning qizi O'zbekiston xalq artisti, o'zbek san'ati primadonnasi deya e'tirof etiluvchi Yulduz Usmonova 1963-yil 12-dekabrda Marg'ilon shahrida ishchilar O'raymoxun Usmonov va Rahima Akbarovalar oilasida 6-farzand bo'lib dunyoga kelgan. Xonanda ota-ona bilan bog'liq quyidagi ma'lumotlarni so'zlab bergan. Otam O'raymoxun Usmonov 1926-yilda Marg'ilonda tug'ilgan. U butun umr Marg'ilon ipak kombinatida ishlagan. Ish staji 52 yil edi. U nihoyatda mehnatkash inson edi. Oddiy ishchi bo'lishiga qaramay, qo'ni-qo'shnilarimiz, qarindosh urug'larimiz, tanishlarimiz bizni boylar deb atashardi. Shunga yarasha bolaligimda meni boyning qizi, bola deyishardi. Dadam zavodda ishlashdan tashqari u mohir yog'och usta bo'lgan. Onam Rahimaxon Akbarova ham 1932-yilda Marg'ilonda tug'ilgan. Marg'ilon ipak kombinatida 41 yil ishladi. Aytishim kerakki, mening film onamga o'xshaydi. U ham hech qachon o'zini xafa qilishlariga yo'l qo'ymas, kurashuvchan ayol edi, deydi Yulduz Usmonova. Usmonovaning san'atga kirib kelishi juda qiziq kechgan. U raqs bilan shug'ullanishni, shu bilan birga qo'shiq kuylashni yaxshi ko'radi. Buni sezgan Gavhar Rahimova uni Toshkentga olib keladi. Korporativ tadbirlardan birida Gavhar Rahimova yosh Yulduzdagi iqtidorni ko'rib, uni Toshkentga olib boradi. U yerda Yulduz bilan vokal darslarini olib bordi. Keyinroq uni Saodat Qobulova bilan tanishtirdi. Yulduz Usmonova O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olib, muvaffaqiyatli tamomlaydi. Xonandaning opasi Dilorom Usmonova singlisining yoshlik payti haqida gapirarkan, Yulduz Usmonova kichkinaligidan intiluvchan bo'lganini ta'kidladi. Oilada 4 o'g'il va 4 qizmiz. Yulduz 6-farzand. Singlim yoshligida tartibli, uzoqni ko'ra biladigan, intiluvchan qiz bo'lgan. Bir ishning boshini tutsa, uni oxirigacha go'zal yakunlashga harakat qilardi va buni uddalardi. Bu uning xarakterida bor edi. 17-18 yosh paytida fabrikada ishlagan. O'sha paytlarda ham saharlab fabrikaga hammadan birinchi borardi. Men yaxshi ishlashim, birinchi bo'lishim kerak derdi. O'shanda uning nomzodi deputatlikka qo'yiladigan bo'ldi, ammo Yulduzning yoshi yetmagan. Yosh kattaroq bo'lganda deputatlik maqomiga erishardi. Fabrikada ishlagan vaqtlarda ham san'at shaydosi edi. Qo'shiqlar aytib turardi. Avvaliga dadam san'atkor bo'lishi va Toshkentda o'qishga qarshi bo'lgan. Oxiri dadam rahmatli rozi bo'lib Toshkentga jo'natgan va shundan keyin ko'karib, el mehnatini qilib kelmoqda. 12-14 yoshda hammalaringiz hali ko'rasizlar, men shunday yulduz bo'laman derdi va maqsadiga erishdi, deydi o'zbek primadonnasining opasi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova kasb mas'uliyati sabab katta akasi vafot etganda to'ylar sabab janozaga kechikib borgani haqida so'zlab bergandi. Kiyinib to'yga chiqib ketyapman, akangiz vafot etdi degan xabar keldi, qotib qoldim. Nima bo'lgan taqdirda ham ishimni tugatishim kerakligini his qilib, xizmatimni ko'ngildagidek ado qilganman. Faqat oxirgi to'ydagi so'nggi qo'shiqni aytayotganimda yig'lab yuborganman. Ungacha muxlislarni dardimga sherik qilishni istamaganman. Janozaga biroz kechikib bo'lsa-da yetib borganman. Chunki bizda hozirgi ba'zi xonandalarda yo'q kasb mas'uliyati bor. San'atkor bunday vaziyatlarga hamisha tayyor bo'lishi kerak, deydi Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova 2022-yilning 12-mart kuni o'tkazilgan yakkaxon konsertida texnik nosozlik sabab pardaning ko'tarilmay qolgani va ayrim muxlislar bunga e'tiroz bildirgach, xonanda ularga qo'pol gapirib yuborgani haqidagi video ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Voqeani bilmay turib baho berish oson. San'atkorni madaniyatsizlikda ayblashdan avval voqea nega bunday tus olganda, nega xonanda qattiq asabiylashdi deb o'ylab ko'rish kerak. Jonli ijroda kuylayotgan xonandaga zaldagi notinchlik xalal beradi. Chunki butun konsert repertuarni eslab qolish oson emas. Parda ko'tarilayotganida unga kaftdagi taxta tiqilib qolgan. Sahna ishchilaridan biri yugurib saroyning eng yuqori qavatiga chiqqan. Hatto shoshilib pardani ko'taraman deb oyog'ini tutgich kesib yuborgan. Ammo bu holatni tomoshabinlar bilmay bizdan ranjishdi. Yulduz opangiz ham qattiq asabiylashdi, deydi xonandaning turmush o'rtog'i va konsert prodyuseri Mansur Akaliyev. To'ylarda pichoq tiragan, to'pponcha o'qtalgan paytlar juda ko'p. Hatto Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert beradigan kunim kelib, ulush berasan, bo'lmasa otaman deb ham qo'rqitishgan. Ularga yo'q bermayman deb bo'lmasdi. Xo'p, boshlig'ing kim, uchrashtir derdim.
Osonlikcha taslim bo'lmasdim. U paytda mushtumzo'rlar juda ko'p edi. Seni kislotaga tashlaymiz deb qo'rqitishlar ham bo'lgan. Juda qoidasiz, qiyin vaqtlar edi, deydi xonanda Yulduz Usmonova. Qo'shiqlarimning sonini aniq bilmayman. Umrimda hech narsani sanamabman. Men bilan ijod boshlaganlarning ko'plari o'lib ketdi. Dinozavr bo'lib ketdik shekilli. Odam olg'a yuraverishi kerak. Konsertlarimiz, qo'shiqlarimiz sonini bizdan keyingilar sanayversin. Biz tinmay olg'a yuraveraylik. Sanasam joyimda qolib ketaman. Men ishimni qilaveray. Umrimda birovga bosh ko'tarib qarashga vaqtim bo'lmadi. Yoshligimdan izlanish, oldinga yurish, o'rganish bilan bandman. Lekin kam bo'lmadim, deydi xonanda. Hozir ham uyda yirtiq maykalarimni rohatlanib kiyaman. Ko'pchilik Yulduz Usmonova uyda paxmoq shippakda po'rim bo'lib yuradi deb o'ylaydi. Unday emas. Unday yurishni o'ziga xiyonat qilganlar qilsa kerak. Chunki men viloyatning, qishloqning va namoz o'qiganlarning bolasiman. Mehnatkashlarning bolasiman. Men ham ulardek yashayman. Ko'ngling, niyating to'g'ri bo'lsa, Alloh xohlagan joyga, xohlagan darajotiga olib chiqib qo'yar ekan. Bundan uyalmaslik kerak. Men shu gaplarni gapirganim bilan nima Yulduz Usmonova bo'lmay qoldimmi? Xudoga shukr, qanchalik bo'ynimga olayotgan bo'lsam, shuncha Alloh yuksakka olib chiqmoqda. Tamom, gap shu. O'zligingizdan uyalmang. Kekkayi bugun zar chopon kiyganingda kecha yirtiq chopon kiyganingni unutma. O'sha ham meniki edi, bu ham meniki. Kecha u yerda edim, bugun bu joydaman. Lekin yana tushib qolishim mumkin. Alloh o'zi bilguvchi olib boraveradi. Shunda yiqilsang ham uyalmaysan. Ha, nima kutganinglar? Yuryapman, yiqilyapman, ishlayapman, xato qilyapman. Inson shunaqa bo'lishi kerak. Yulduz Usmonova o'zini siyosat olamida sinab ko'rgan kamsonli o'zbek shou biznesi vakillaridan biri hisoblanadi. U 1995-yil, 2000-yillarda Oliy Majlis deputati bo'lgan. Xonanda deputatlik davri haqida. Men deputatligimda Oliy Majlisga yangi yo'q ko'ylak kiyib borganman. Boring, yengli kiyim kiyib keling deb zo'rg'a chiqarishgan. Men yengli kiyim kiymayman deganman. Tez yengli kiyim kiyib kel deyishgan. Men san'atkorman. Deputat qilib qo'ysangiz ham san'atkorman. Mening o'z qarashlarim bor. Siz oq va qora deb turgan joyingizda men sariqni ko'rib qolishim mumkin. Bizga erkinlik kerak. Shundagina go'zal ijod qila olamiz, deydi Yulduz Usmonova. Iqtisodiy muammolar bo'lgan, hech balomiz qolmagan. Juda qiyin paytlar. Turkiyaga borganimizda 20 kuncha mehmonxonada yashaganmiz. Keyin menejerga pul berish kerak. Unga pul berish kerak, bunga pul berish kerak. Xullas pul tugadi. Bir muammo sabab Toshkentdagi 12 ta do'konimni bosishgan. Keyin Turkiya bozoridan Rossiyaga yana boshqa joylarga mol jo'natib, tirikchilik qilganman. Katta qiyinchiliklardan chiqqanmiz. Juda katta summa ketgan. Turkiyani san'at bilan olish juda katta masala. Yulduz Usmonovaning Turkiyada qo'shiqlarini juda ko'p odam bilardi. Misol uchun dunyoda o'limdan boshqasi yolg'on degan qo'shiqni aytgan desak bo'ldi. Ko'pchilik tanirdi, lekin o'zini ko'rishmagan. Avvalo o'zi aytgan qo'shiqlarni turkchaga o'zgartirib shu bilan tanitib oldik. Turkiyada katta telekanallarning hit paradida 3 oylab birinchi o'rinda turdi. Katta san'atkorlar Yulduz Usmonovani ko'rib qo'shiqlar berishini iltimos qilishardi. Yulduz Usmonova Turkiyada juda katta yaxshi natijalarga chiqib, u yerda shu darajamizni saqlab keyin chekinganmiz. Sababi u yerda shu darajasini saqlab qolishi kerak edi. Bir paytlar Yulduz Turkiya shou biznesida bor edi emas, u bor degan fikr bilan qaytganmiz, deydi xonandaning turmush o'rtog'i Mansur Agaliyev. Yulduz Usmonova san'atdan tashqari tadbirkorlik bilan ham shug'ullanishi hech kimga sir emas. Primadonnaning poytaxtda bolalar kiyim-kechak ishlab chiqaradigan fabrikasi va tibbiyot klinikasi bor.